O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 10, 11, 12 iyun kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 12-17 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.